Bayramlar bisyor yurtimizga yarashib, tobora yaqinlashib kelayotgan mustaqillik to'yi arafasida viloyatimizda maktab maslahatchilari forumlari o'tkazilmoqda. Mavzuni muxbirimiz Xo'jaobod tumanidan tayyorlangan lavha bilan davom ettiradi. Xo'jaobod tumanidagi umumiy o'rta ta'lim maktablarida faoliyat yuritayotgan maktab maslahatchilarining kasbiy bilim va ko'nikmalarini oshirish, ilg'or tajribalarni ommalashtirish hamda yoshlar bilan ishlash samaradorligini yanada kuchaytirish maqsadida tashkil etilgan maktab maslahatchilari forumi ishtirokchilarining ko'tarinki kayfiyati bilan davom etdi. Forum davomida maktab maslahatchilarining vazifalari o'quvchi yoshlarni kasbga yo'naltirish, ularning bo'sh vaqtini mazmunli tashkil etish, iqtidorli yoshlarni qo'llab-quvvatlash hamda maktabdan tashqari ta'lim faoliyatini rivojlantirish masalalari alohida muhokama qilindi. Bugungi kunda Xo'jaobod tumanida 35 ta umum ta'lim maktabi bo'lib, 35 ta umum ta'limida maktab maslahatchisi tanlov komissiyasining qaroriga asosan test va suhbat bosqichidan o'tib o'z ishlarini boshlashdi. Maktablarda maktab maslahatchisi lavozimi joriy etilgandan keyin ularga qo'yilgan birinchi vazifa o'quvchilarning iqtidorini aniqlash, ularni oliy ta'limga jalb qilish, kasb hunariga o'rgatish bir qator vazifalar belgilab o'tildi. Mana bugungi kunda Xo'jaobod tumanida maktab maslahatchilari forumi o'tkazilyapti. Bu forumda kelib chiqib biz 8 ta o'zimizga asosiy vazifa belgilab oldik. Bu vazifalarni men boshchiligimizda tumandagi barcha maktab maslahatchilari sidqidildan, vijdonan bajaramiz. Shuningdek, tadbirda davlatimiz rahbarining, Vazirlar Mahkamasining sohaga oid qarorlari hamda maktabdan tashqari ta'lim tizimiga oid me'yoriy huquqiy hujjatlarda belgilangan vazifalar mazmun mohiyati ishtirokchilariga tushuntirildi. Asosiy maqsadimiz shu maktablarda eng iqtidorli farzandlarda kelajakda yaxshi kadrlar bo'lishi uchun, demak, bularni o'qitish shu milliy dasturda ishtirokini ta'minlashdan iborat. Bugun mana milliy dasturga tavsiya etilgan o'quvchilar bilan maxsus yig'inni o'tkazishni boshladik. Bu yig'inda shu dasturda asosiy maqsadi, vazifalari va kelajakda kutilayotgan, ya'ni shu o'quvchilardan kutilayotgan natijalarni o'quvchilarga tushuntirib o'tdik. Bular birinchi bosqichdan muvaffaqiyatli o'tdi. Keyingi bosqichlarda ham yaxshi natijalar ko'rsatishga umidvormiz. Forum yakunida maktab maslahatchilariga o'z faoliyatini mazkur hujjatlarda belgilangan vazifalar asosida samarali tashkil etish, o'quvchilarning qiziqish va qobiliyatlarini aniqlash hamda ularni to'garaklar va turli ta'limiy loyihalarga keng jalb etish bo'yicha tavsiyalar berildi. Tadbir davomida tuman kelajak markazlari o'quvchilarining istiqlolimizning 35 yilligiga bag'ishlangan Ona yurt Andijonimizni tarannum etuvchi kuy qo'shiqlari, konsert dasturlari ham ishtirokchilar olqishlariga sazovor bo'ldi.